Assalomu alaykum. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad shu to'g'ri keyingi odamlar shunaqa holatga tushib qolsa, ichiga ketib qolmadimi, zavat qilib bo'ladimi, или bo'lmasam bo'ldi уже Porsche'm ketib qoladi, shunga o'xshash mavzular bo'lmasligi uchun ogohlantirish. Tak, hozir chuchvaradatchik yonimda yo'q. Bombadatchik bu haqida video qo'yganman. U Nexia 1, Nexia 2 qanaqa mashina? Lacetti Bru 8 larda bo'ladi. Bombadatchik bo'ladi, qora. Chuchvara. O'shani uchida bunaqa kirib turadigan joyi bor. Ichkaridagi teshikni yopish kerak. O'sha именно o'sha orqali xalostoy xodni ligirovka qiladi. Qanchalik ko'p ochib bersa, mashina oborot olib qoladi. Qanchalik borib tegib qolsa, mashina xalostoyda turmay o'chib qoladi. O'sha holatda bitta akamiz hozir videosini davomida qo'yganman. O'shani yechib olsalar, chuchvaradatchikki ichidagi o именно o'sha turadi, kirib chiqib turadigan prujinasi bilan uchi yo'q ekan. Bu holatda ichiga ketib qoldimi deb o'ylashyapti. Unaqa holat hech qachon ham bo'lmaydi. Mana bitta turadigan teshigi borib tekkandan keyin уже u yog'iga o'tib ketmaydi. Mayda teshik bo'ladi. Qo'rqmasdan uni otib olasiz, ichida yo'q bo'lsa, ili olganingizda uchib ketganmi, ili avval qo'ymaganmi uni ustida bilmadim. Xullas, bunaqasini birinchi ko'rishimiz. Mabodo shunaqa bo'lib qolsa, otib olasiz, yangi olib kelib qo'yasiz. Ichiga ketib qolmagan bo'ladi 100%. Buni ichiga kirishi невозможно, как? Yopiq u yoq. Shuning uchun bemalol yengini olib kelib qo'yib yuborasiz.